Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarim. Sizlar bilan demak masala tipini ko'rishni davom etamiz. Demak, may oyida tushgan sertifikat savolini tahlil qilamiz bugun. Demak, masala shuki, translyatsiya jarayonida 106 nanometr uzunlikdagi polimer sintezlandi. RNKning 3dan 1 qismi guanin tashkil qiladi. RNK DNKning ikkinchi zanjirini sintezlangan bo'lib, uratsil adenin guanin kodon bilan tugagan. DNKning birinchi zanjirida 900 ta adenin bo'lib, u zanjirdagi adeninlarning 60% tashkil qiladi. Demak, amniksiyat o'rtasidagi masofa 0,1325 nanometr ekan. Shundan foydalangan holatda DNK birinchi zanjirdagi sitozidlar, RNKdagi uratsillar va DNKda vodorod bolasini topish so'ralgan. Demak, ishlashni boshlaymiz. Dastlab qilinadigan ish 106 nanometr uzunlikdagi polimer translyatsiya jarayonida hammamizga ma'lum oqsil sintez amalga oshadi va biz 106 nanometr uzunlikdagi polimerni nechta amniksiyatadan tashkil topganini bilib olamiz. Demak, 106 nanometrni bo'lsak 0,1325 ga teng bizda chiqadi 800 ta aminokislota chiqadi. Demak, bizda 800 ta aminokislota mavjud polimer sifatida. Endi bilamiz, oqsil biosintez jarayonida matrica vazifasini informatsiya RNK bajaradi va biz mana shu aminoksiyotlardan foydalanib RNK zanjirida nukleotidni topib olamiz. Bizda bitta aminokislotaga 3 ta nukleotid mos keladi RNKda. 800 ta aminokislota qancha topadigan bo'lsak, 2400 ta. 2400 ta nukleotid mavjud RNK zanjirida. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, bizda stop kodon ham bor, ya'ni uratsil, adenin, guanin kodoni. Biz buni ham hisobga olib ketishimiz kerak. Oqsil sintezida qatnashmagan bo'lsa ham, lekin kodon tarkibida mavjud. Shuning uchun demak 3 ta kodonni qo'shib olamiz, plus 3 ta teng 2403. Demak, RNK zanjirida 2403 ta nukleotid mavjud hisoblanadi. Xo'p, bu birinchi ish, bu ikkinchi ish hisoblanadi. Keyingisi endi uchinchi ishni ko'rib ketadigan bo'lsak, biz endi RNK zanjirini sintezlanishini ko'rib ketamiz. Bu tarafga yozaylik uchinchi ishda. Demak, RNK zanjiri RNKda nukleotidni yozib chiqamiz. Adenin, guanin, sitozin va uratsil. Bu RNK zanjiri deyapti. Demak, DNKni ikkinchi zanjirda sintezlangan deyapti. Demak, DNKni yozib olamiz. DNK zanjirini. Adeninga demak timin, sitozin, guanin, adenin. Bu DNKni ikkinchi zanjiri hisoblanadi. Endi DNKni birinchi zanjirni sintezlaydigan bo'lsak, adenin, guanin, sitozin, timin bo'ladi. Bu DNKni birinchi zanjiri hisoblanadi. Endi bizda masalada aytganki, DNKni birinchi zanjirda 900 ta adenin bor deyapti. Demak, mana birinchi zanjir 900 ta adenin deb yozib olamiz va bu 900 ta adenin umumiy adeninning 60% tashkil qiladi deyapti. Demak, bizda 900 ta adenin bo'ladigan bo'lsa, bu 60% ga to'g'ri kelyapti. Ikkinchi zanjirdagi adenin topish uchun biz 40% qancha topadigan bo'lsak, demak bizda kelib chiqadi. Xo'p, 600 ta. 600 ta adenin. Demak, ikkinchi zanjirda 600 ta adenin nukleotidi mavjud bo'ladi. Ya'ni komplementarlik asosida adenin 600 ta bo'lsa, uratsillar soni ham 600 ta bo'ladi. Timin ham 600 ta bo'ladi. Hop, bu 900 bo'lsa, bu ham 900 ta, bu ham 900 ta bo'ladi. Endi guanin sitozin sonini topib oladigan bo'lsak, aytyaptiki, RNKning 3dan 1 qismi guanin tashkil qiladi deyapti. Demak, RNK zanjirida bu 4-chi ish bo'lsa, 5-chi ishimiz. RNK zanjirida 2403 ta nukleotid bor edi, mana
2403 ta nukleotid. Shu demak 3 qismga to'g'ri keladigan bo'lsa, bir qism qancha topamiz va bizda 801 ta demak guanin tashkil qiladi. Demak, RNKda 801 ta guanin bor RNK tarkibida. Demak, sitozin ham 801 ga to'g'ri keladi, guanin ham 801 ga to'g'ri keladi. Endi sitozin sonini topib oladigan bo'lsak, e'tibor beramiz. RNK tarkibida 900 ta adenin, 801 ta guanin, 600 ta uratsil mavjud. Hammasini qo'shib jami 2403 dan ayirib qo'yadigan bo'lsak, bizda sitozinlar soni kelib chiqadi. Xo'p, bizda 900, 801, 600 qo'shib 2403 dan ayirib oladigan bo'lsak, demak sitozinlar soni 102 dan tashkil qilyapti. Demak, guanin ham 102 ta, bu ham 102 dan tashkil qiladi. Mana nukleotid sonini topib oldik. Endi birinchi so'ralgan narsani topadigan bo'lsak, ya'ni A ni topadigan bo'lsak, DNKni birinchi zanjirdagi sitozinlar sonini toping deyapti. Demak, birinchi zanjir bu bo'lsa, mana DNK birinchi zanjirda 102 ta sitozin mavjud. Demak, A ga 102 bo'ladi. Keyingisi B'si RNKdagi uratsillar soni deyapti. RNKdagi uratsillar soni. RNKdagi uratsillar soni mana demak 600 dan tashkil qilyapti. Demak, 600 deb yozib qo'yamiz va keyingisi S. Xo'p, DNKdagi vodorod bog'lar sonini toping. Vodorod bog'lar sonini topib olish uchun avval DNK zanjirida adenin, timin, guanin sitozinlar sonini topib olamiz. Demak, 900 ta timin, 900 ta adenin, bu tarafda demak adenin 600 ta, timin 600 ta. Jami hammasini qo'shadigan bo'lsak, demak bizda 3000 ta adenin, timin soni chiqyapti. Demak, adenin, timinlar soni 3000 tani tashkil qilyapti. Ya'ni buni tarkibidan nukleotid topib oladigan bo'lsak, ikkita nukleotid orasida ikkita vodorod bog' bo'lsa, 3000 tani tarkibidan qancha topadigan bo'lsak, demak 3000 ta. Bu adenin, timin orasidagi vodorod bog'. Endi guanin sitozin orasidagi vodorod bog' topish uchun nukleotid topib olamiz. Sitozinlar 801 ta, bu tarafda guanin 801 ta, bu tarafda 102, 102. Hammasini qo'shib oladigan bo'lsak, 1806 ta. Demak, guanin bilan sitozinlar soni 1806 dan tashkil qilyapti. Bu nukleotid hisoblanadi. Demak, nukleotid hisoblanadi. Shundan foydalanib vodorod bog'lar topamiz. Ikkita nukleotid orasida 3 ta vodorod bog' bo'lsa, 1806 da qancha topadigan bo'lsak, bizda 2709 ta vodorod bog' bo'ladi. Endi jami ikkalasi ustidagi vodorod bog' topib olish uchun qo'shadigan bo'lsak, bizda 5709 ta vodorod bog' bo'ladi. Demak, S'da 5709 ta vodorod bog' to'g'ri keladi. Demak, mana shu asosiy yechim hisoblanadi. Demak, xayr, salomat bo'ling.